Biz hozir mana choy tayyorladik munimizda. Tajriba o'tkazib ko'rmoqchi biza. Choy xususiyatlarini ko'p ta'riflaymiz edi, lekin tajribada ham bitta ko'rsatishga qaror qildik. Bitta emas, bu bir necha bor takrorlangan, yana bitta takrorlash bo'lyapti. Mana bu bokalimizdagi gano choy solingan o'zimizning choyimiz. Mana bunisi qaynoq suvimiz, yana bitta qaynoq toza suvimiz. Bunga ma'lum miqdorda yod qo'shamiz. Yod qo'shishimizdan maqsad, sabab organlarimiz necha yildan beri ichayotgan har xil achchiq choylarimiz, Coca-Colalarimiz, har xil emulgator solingan napitkalar ichamiz, gazli suvli ichamiz. Ana shularning hisobiga organlarimiz ancha qorayib, o'z xususiyatini, o'zini oldingi tabiiy holatlarini yo'qotgan, ana shunisini ko'rsatib berish uchun yodli suvga roltonni solib ko'rsatamiz. Mana organlarimiz qay holatga kelib qolganini ko'rdik. Buni shaffof toza suvimizda chayib ko'ramiz. Mana endi gano choyimizda chayib ko'ramiz. Bu bilan biza gano choyi xususiyatini ko'rsatib berish maqsadimiz shu. Organlarni suvlar ham juda to'g'rizalaydi, lekin gano choy chali emas. Gano choy suvga nisbatan necha barobar tezlikda tozalashini ko'ramiz. Biz gano choyni qanchalik ko'p ichsak, bizning organlarimiz shu darajada tez tiklanadi.